bitta gap gapiraman. Ya одинокий волк. Menga qandaydir uka, menga qandaydir aka, menga qandaydir do'st, menga qandaydir kimdir bu yerda kerak emas ekan. Men mana shu narsaga ming marta ham amin bo'lib, ming marta ham tushunib yetdim. Eng qilgan kattadan katta bitta xatoyim qaysidir bitta qizga ko'ngil berib, mana shu TikTok orqali topib, fikr hayolim o'sha bilan ketgani bo'ldi. Bundan keyin hech qanday sevgan yor, hech qanday qanaqadir do'st, qanaqadir meni o'rtag'im, qanaqadir meni qizim bo'lmaydi bu yerda. Meni hech qanday yaqinim bo'lmaydi. Meni yaqinim shu efirimda qo'llaydigan akalarim, efirda qo'llaydigan opalarim bo'ladi. Hech kim menga do'st emas ekan. Mana shu boshimga ish tushgan payti nechta bir xalq xabar oldi. Nechta bir mana shu akalarimiz xabar oldi. Ukajon, o'zingga qayt. Men senda boshqa inson ko'ryapman. O'zingga qayt. Yangi akkaunt ochib bo'lsa ham qayt. Meni do'stim deb yurganlarim men ketganimdan keyin qanaqa orqamdan tuhmat qilishdi? Qanaqa orqamdan qo'ynimizda ilon saqlab katta qilgan ekanmiz.